Assalomu alaykum. Mana konteyner materiallarni firmalarda yasayapmiz. Mana kimgadir shunday firmalar kerak bo'lsa, aytaverasizlar. Mana bu taraflarda ham yasalyapti mana. Har xil nimalarga chimyon yasayapmiz, Buxoroga yasayapmiz. Mana bu uylarga qo'yiladigan regel firmalar bor. Mana biz 10 ga 5 bo'lgan materialdan bo'lgan arkaroq qilib yasab berdik. 17 metr bez ustun bo'lyapti mana. Neviska yasab berdik. Mana biz Namanganga yasadik. Mana Namanganga turistikali konteyner tagidan chiqadigan qovurg'ali lagadan yasab berdik. Turistikali mana akamiz 5,5 ni ikkita zakaz qilgan. Mana bu akamiz 6 ga 6 dan bo'lgan materialdan 25 ta zakaz qilgan. 6 metr.